O'zimizni o'nglashimiz kerak azizlar. Ko'r-ko'rona ibodatlar, ko'r-ko'rona ziyoratlar insonga manfaat yetkazmaydi. Uni his qilmaymiz. Lazzatini tuya olmaymiz u narsani. Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Hubbiba ilayya min ad-dunya thalath." Dunyodan menga 3 ta narsa sevimli qilindi. Yaxshi ko'raman 3 ta narsani dunyoda deydilar. Birinchisi deydilar, ishba'ul jav'an. Och insonlarni to'ydirishni yaxshi ko'raman deydilar. Ikkinchisi deydilar, va kiswatul uryan. Yalang'och bo'lgan kishilarni kiyintirishni yaxshi ko'raman. Va uchinchisi deydilar, tilovatul Qur'on. Qur'onni tilovat qilishlikni yaxshi ko'raman. Va aytadilarki, men biror kunimni Allohning bu ahdiga qaramasdan o'tkazishimni yoqtirmayman deydilar. Ya'ni Qur'onga. Har kunimda Qur'onga bo'lgan nasiba bor. Muhtaram azizlar, bir kunda 100 marotabaga yaqin telefonimizga qaraymiz. Soat necha bo'ldi? Biror kishi telefon qildimi? Telegramda nima xabar keldi? Instagramda nima gap? Bir necha marotaba qaraymiz. Lekin bir kunda necha marta Qur'onga qarayapmiz? Oylab o'tib ketadi. Yillar o'tib ketadi. Qur'onimiz o'sha joyda ilingan, g'ilofga o'ralgan holatda turadi.